Afsuski, o'zbek xalqi yana bir kerakli insonidan ayrildi. Barcha fuqarolarning ko'nglini g'ash qilgan yana bir yomon xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Yana bir taniqli inson bu yorug' olamni tark etdi. Janoza, og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Rakat masjidi imom xatibi Robbimqul Muhammadiyev Madina shahrida vafot etdi. Masjid Telegram kanalida xabar qilinishicha, imom Madinada betob bo'lib komaga tushib qolgan va 26-may kuni tongda vafot etgan. U 2025-yil haj mavsumida o'zbekistonlik ziyoratchilarga ellikboshi sifatida yuborilgandi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, Robbimqul Muhammadiyev 23-may kuni Toshkent Madina yo'nalishida Toshkentning 38-guruh ziyoratchilari guruh rahbari sifatida yo'lga chiqqan. Parvoz davomida uyquga ketgan va shu holatda uyg'onmagan. Madina xalqaro aeroporti shifokorlari tomonidan ko'rilganda ahvoli o'ta og'ir, behush bo'lgan, savollarga javob bermagan. Shundan so'ng klinikaga joylashtirilgan. Bosh miya qon aylanishi, o'tkir buzilishi, miya strukturalarining o'zgarishlarini, bosh miya shishi tashxisi qo'yilgan. 24-mayda operatsiya o'tkazilgan, biroq ahvoli og'irligicha saqlanib qolgan va 26-mayda vafot etgan. Robbimqul Muhammadiyev 1997-yildan buyon imom xatib lavozimida faoliyat yuritib kelgan. 2019-yildan Rakat masjidi imom xatibi edi. Undan avval Toshkent shahridagi Oq Tunukali, Ibrohim Ota, Imom Termiziy jome masjidlarida xizmat olib borgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, haj 2025 mavsumida hojilarga 14 nafar mingboshi, 303 nafar ellikboshi xizmat qiladi. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib, mana shu shaxsning haqqiga duo qilishni hamda o'tganlarning haqqiga Allohdan savob hamda rahmatlar so'rashni yodingizdan chiqarmang.